O'shani besplatniy qilib beramiz biz. Kelishimiz so'm. Hurmatli o'quvchilar, nima kamchiliklar bo'lib dars jarayonlarida yaxshimi? Sharoitlar yaxshimi? Tayyorlanishlar vaqtlar qanaqa? Vaqtlar yaxshimi? Kechqurun yaxshimi? Bu 8 yoshdan tevasiga guvohnomaga talabgorlar bo'lsa, Mashhadga kelaverasizlar. Mashhad ayrilishda bizning manzilimiz, ko'pchilik bilishadi o'zi. Yana bitta anaqaki, mana shu oy oxirigacha kimda kim qayta tayyorlov kursi 10 kunlik bo'ladi. O'shani besplatniy qilib beramiz biz. Kelishimiz so'm, aqabaqa to'lov shart emas. Sheyda qayta kurs 10 kunligini tayyor qilib, besplatniy. Mana shu oy oxirigacha faqat kelib, tanlanib, olib chiqib o'tkazib qo'yamiz imtihonni. Xudo xolasa, bu kamchilik bo'lsa. Olmadi. Qancha yer bo'lsa ham ajratuvchi mintaqa bo'lmaydi. Ilgari shunaqa bo'ladi. Chizig'i orasini kengaytirsa, ajratuvchi mintaqa bo'ladi. Endi hozir ajratuvchi mintaqa ma'lum bo'ldi. Bunga ta'rif keltirib qo'ydi. Ajratuvchi mintaqa asfaltdan bir muncha baland deyilyapti. Beton tursoq bo'lishi mumkin deyapti. Reshotka